Ötüttüm deb tam çaplaşıp ketdi ekanlar. Vay. Fikrim bu kelime tamakka dağıtıdan bu kepilinmayız ya. Mana. Şu uchun oldiq keldim. Ha, şunda maqayla manda gap fikrim qayla. Şu yengen hazır şu sepelning hammasini to'g'rab, yuvib, pokiz qilib, qayla şu qozonga yog'ni quyay debli tuvga yeriq kelganda qayla şu. Gap qila aka, gap qila. Gapni yabaq deb beqiritib, toshvazirni cho'giltib, agitib, hamma gap qila. Nima chirma? Yo, maq fikrim maq. Şu elaqa tetit qilib gap qapti ekan, qayla şu seni be ag'ash chiramdi ekan ya. Şu sen telefon qilsangmish ensiraydigan bo'lib qoldi. Mush chiqim bo'lsa barmish kirim yo'q. Qayla fikrim. Yo, qayla 5 koy pulunga 5 koy 10 koylik bizga ajab qilib ketding. Qayla, men seni qo'limda ko'tarib o'zim cho'ng qilganchiman zakadab. Telefonda qo'ngboq qolmabdi ekan. Asal sal turib chiysang ham berimi pulingni. Onda deb ketma. Gap qila aka, qaysi markalikni chirpirma, hozir beljiq kem telefonining turi. Gap bilasan fikrim. Men qaysa hujum. Men fikr olgan bilan o'yinsil tutilman tutmayman. O'titdim deb tam chaplaşıp ketdi ekanlar. Dememni deyim markasına. Sen bilasan qilib xushbo'yning keliqi qizartib pishirilgan elaqa go'shtdan furcha deydigan birisi bor, o'shani ag'ash chira. Tattara selaversak degan g'azab o'xshab ketdi. Yana shuna. Yönep ketibsa ashtanga. Ha deyman. Ag'ash chekinchi bormisa? Ma'qul. Hozir shirib olay. Haras kam haras. Elaqa xushbo'yning elaqa jangyosida ag'ash chira, jangyoning kichikkin tentirsak texamini o'chib atamak. Bo'ldi. Men sizning ko'p iqtidorlik yetkilish uchun cho'shilar olgan ekan. Ko'tariblam ichqayman Alloh o'zirna. Chaqchaqma ijara bo'la, kichik bo'la. Ma'qulchiman, hech saqlayman. Ma'qul. Bo'ldi. Ma'qul. Kot qoldi ko'ynik. Bormi bitta ichiksamda. Voy, fikrim keldingmi? Yaxshi. Ekkepsa yaxshi. Musho. Adadan to'laydi fikrim seni. Uyga chiqsin deydi. Qizartib pishirilgan go'shtdan furcha, xushbo'yningki. Ma'bina. Shishirikni chiqsam, xaltliqni chiq. Balabdi. Mana bitta.